Mana shu qo'limda ko'rib turgan buyumlar mohir me'morlar tomonidan emas, balki Bekobod shahridagi 15-sonli maxsus maktabda o'qiyotgan o'quvchilar tomonidan yasalgan. Va eng qizig'i, bu yerda iqtidorli bo'lgan o'quvchilarning soni juda ham ko'p va biz xonalarga birma-bir kirgan holda ularning mana shu qo'l mehnati asosida tayyorlangan buyumlar bilan tanishib chiqyapmiz. Demak, bu jarayonlarni sizlarga ham ko'rsataman. Ketdik. Bizni birgina maktabimizni o'zida usta ko'hna loyihasini, biznes loyihasini hozir tashkil etdik. Bunda albatta o'quvchilarimizni qo'l ishlari, duradgorlikka mehr bilan yondashuvi, har xil duradgorlik ishlari orqali o'zlarini brendini, usta ko'hna brendi ostida o'zlarini mahsulotlarini reklamasini yaratmoqchi. Bundan tashqari korreksion mashg'ulotlarimiz, xizmat ko'rsatish loyihalari tashkil etilgan, ergoterapiya xizmat ko'rsatish loyihasi, logo bolakay xizmat ko'rsatish loyihasi. Jami 118 nafar o'quvchi ta'lim-tarbiya oladi. Bu yilgi o'quv yilida maktabimizni 22 nafar 9-sinflar bitirmoqda. Ota-onalarini taklifi, o'zlarini qiziqishlariga ko'ra Toshkent shahridagi imkoniyati cheklangan shaxslar uchun mo'ljallangan kasb-hunar texnikumiga o'qishga hozir rejalashtirmoqdamiz. Texnologiya darsida to'qish va tikish bo'yicha shug'ullanamiz. Keyin ko'ylaklar, har xil ko'ylaklar, fartuklar tikamiz. Men zavq bilan texnologiya darsida ishlaymiz ustozim bilan birga. Men imkoniyatlar olimpiadasida qatnashib, faxriy o'rinlar bilan qatnashib kelganman. Men kelajakda to'quvchi, mashhur to'quvchi va tikuvchi bo'lmoqchiman. Men bundan tashqari qashtachilik bilan ham shug'ullanaman. Bularni tikib yarmarkalarda sotaman.